Assalomu alaykum hurmatli YouTube tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash metodikasi fanidan lirik janrga xos she'riy matnlar ustida ishlash mavzusini o'tamiz. Rejamiz birinchisi lirik janrga xos she'riy matnlar, she'riy asarlardagi syujet va ikkinchisi she'riy matnni ifodali o'qishda ohang, ritm, qofiya, to'xtam, pauza. Uchinchisi she'riy matnlarni tahlil qilish. She'riy matnlardagi badiiy tasviriy vositalar. To'rtinchisi she'riy matn bilan ishlashda qo'llanadigan usullar. Xo'p, bu she'riy matndagi usullarda asosan tayanch so'zlardan foydalanamiz. Tayanch so'zlarimiz o'lcham, ritm, qofiya, metafora, tashbih, taqqoslash, ya'ni imageriya, ya'ni tasvirlar, allegoriya, simbol, mavzu, motiv, badiiy uslub, satira, eptet va boshqa tayanch so'zlardan foydalanamiz. Lirika bu yunoncha cholg'u asbob degan ma'noni anglatadi. Adabiy tur sifatida qadimdan rivojlanib, o'zining bir qator xususiyatlariga egadir. Lirikaning bosh obrazi lirik qahramonlar hisoblanadi. Lirikada lirik qahramonlarning ichki dunyosi birinchi o'rinda turadi. Barcha ifoda shoirning meni orqali o'tadi. Lirikada eposdan farqli o'laroq muayyan epik syujet bo'lmaydi. Dramatik turdagi ajralib turadigan jihati esa lirikada subyektivlik kuchli. Ayni paytda lirika emotsionalligi, o'quvchi qalbini hayajonga solishi bilan farqlanadi. Lirik asarda subyekt va obyekt bir shaxsdan mujassam topadi. Undagi markaziy personaj ijodkorning o'zi, yanada aniqrog'i uning ichki ma'naviy ruhiy olami sanaladi. Lirika ijtimoiy, madaniy, maishiy, ishqiy mavzularda qamrab olishi va juda katta ijtimoiy estetik mohiyat kasb etishi ham mumkin. Biroq bunda ham baribir lirik asar o'zagida individual shaxs kechinmalari, his-tuyg'ulari yetakchilik qiladi. O'quvchini o'zligiga, o'z ma'naviy ruhiy dunyosiga nazar solishga undaydi. Lirikadagi xalq og'zaki ijodi tarkibida mavjud bo'lib, ma'lum bir mavsum, fasl yoki urf-odatlarga bag'ishlab aytiladi. Lirika g'arbda qadimgi Yunoniston va Rim shoirlari ijodida, sharqda Xitoy, Fors va o'zbek shoirlari ijodida asosiy o'ringa egallaydi. Umar Xayyom, Sa'diy Shiroziy, Atoyi, Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiylar lirik shoir sifatida shuhrat qozongan. Alisher Navoiyning so'nggi Bobur, Ogohiy, Furqatbek shoirlar o'zbek mumtoz lirikasi xazinasiga munosib hissa qo'shdilar. G'arb uyg'onish davri vakillari Petrarka, Italiya, William Shakespeare, Angliya, so'ngra esa 18-19 asrlarda William Goethe, Germaniya va Byron, Angliya, Pushkin, Rossiya kabi shoirlar lirikasida samarali ijod qildilar. 20-asrda lirika shakli va mazmun mohiyati jihatidan boyidi. Pablo Neruda, Chili, Nozim Hikmat, Turkiya, Garcia Lorca, Ispaniya, Blok, Rossiya singari shoirlar ijodi ko'pchilikning e'tiborini qozondi. 20-asr o'zbek adabiyotshunosligida esa badiiy estetik tamoyillarning yangilanishida lirika muhim rol o'ynadi. Cho'lpon, O'zbek, Oybek, G'ofir G'ulom, Hamid Olimjon, Usmon Nosir, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Rauf Parfiy, Halima Xudoyberdiyeva, Omon Matjon, Shavkat Rahmon, Usmon Azim she'rlarida o'zbekona lirik tafakkur imkoniyatlarining rang-barangligi aks etdi. Lirika jahon adabiyotida o'zining ichki janrlariga ko'ra turli hajmiy
ko'rinishiga ega bo'lgan va yuksak musiqiylik kasb etgan. Lirikadagi musiqiylik, ohangdorlik barcha zamonlarda bosh xususiyat sanalgan. Xo'p, lirikaning turlari. Lirik asarlarda qahramonlarning munosabatini inobatga olgan holda lirika ikki turga bo'linadi. Bular avtopsixologik va ijroviy lirika. Avtopsixologik lirika deyilganda lirik qahramonlar shoirlarning o'y fikrlari, his tuyg'ulari bir-biriga o'zaro mos tushungan payt hisoblanadi. Masalan, bunday turdagi she'rlarga shoir o'z qalbidagi murojaat qiladi va o'zining ichki kechinmalarini qog'ozga tushiradi. Ijroviy lirikada esa shoir o'ziga shaxs ruhiyatiga kirib, o'zining tildagi fikr yuritadi va natijada ana shu o'zga shaxs she'rining lirik qahramoniga aylanadi. Shuningdek, shoir va lirik qahramonlarning o'rtasida hech qanday bog'liqlik yoki o'xshashlik bo'lmaydi. Ya'ni shoir o'ziga bir odamning his tuyg'ularini qog'ozga tushiradi va qog'ozga go'yoki rol o'ynaydi. Lirika badiiy adabiyotning 3 asosiy turlaridan biri. Bu atama yunoncha lira so'zidan olingan lira musiqa asbobi bo'lib, qadimda she'rlar uning jo'rligida aytilgan. Epik va dramatik turdagi farqli o'laroq lirika voqelikni emas, balki inson ichki olamining suratini bo'lgan ruhiy kechinma va his tuyg'ulariga tayanadi. Ayni paytda bu turdagi asarlarning yaratilishida hayot hodisalarining ham o'rni bog'liqligini ta'kidlash zarur. Negaki odamning tuyg'ulari o'z-o'zidan qo'zg'alib harakatga kelavermaydi. Unga ijtimoiy, siyosiy, maishiy yoki tabiiy hodisalar sabab bo'ladi. Odam bekorga xursand bo'lmagani kabi behudaga iztirob chekmaydi. Hodisalar ruhiyatda kechinmalarga sabab bo'ladi. Sabablar tuyg'ularni ifodalashga turtki beradi va buning natijasida shoirlarning ongu shuurida she'r tug'iladi. Biz shu yerda mavzuni to'xtatamiz va keyingi mavzuda uchrashamiz. Sog' bo'linglar.